Obyektda ish qizg'in. Oldi devorlari ham bugun erta tayyor bo'lib qoladi inshaalloh. Har bitta kottejimizni har kuni ko'rsatib borib turibmiz. Ichki tashqi devorlari 1,5 qo'sh ko'rib turibsizlar. Hamma jarayonni ko'rsatib boramiz. Ot, video. Xuddi shunaqa kottej qidirgan yaqinligiga, qarindosh urug'ligiga, hamkasbligiga jo'natib qo'yamiz. Like bosishdan chiqarmaymiz. Maksimum ish ketyapti. Like bosish esingizdan chiqmasin. Savolingiz bo'lsa kommentariyaga yozasizlar. Aqlimiz yetgancha javob beramiz. Hormanglar, kottejlarimiz orqa tomondagi devori. Yon tomon devori. Cho'g'ish darajasini chiqardingmi bizning aytgan so'zni? Oldi tomonlari. Birinchisi o'rtada mana bu yana devor bo'ladi. Mana bular quyiladi betondan, xabaringlar bor. Kolonnalar. Ikkinchisi pishgan g'ish 1,5 g'ish o'rta devor. Yana uchinchisi. Undan keyin to'rtinchisi. Va nihoyat 5-inchisi. Buni ham chegara devori quyilib turibdi. В целом nima demoqchiman?